Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Dino tadbirkorlik va pedagogika instituti oliy matematika kafedrasi o'quvchisi Tog'ayev Turdimuratman. Bugun biz sizlar bilan ikkinchi tartibli egri chiziqlar mavzusini haqida gaplashamiz. Demak, ikkinchi tartibli egri chiziqlar deganda biz birinchi ellips ko'z oldimizga keladi. Demak, ellips ta'rif. Ellips deb har bir nuqtasidan berilgan 2 f1 va f2 fokuslarigacha bo'lgan masofalar yig'indisi o'zgarmas, ya'ni 2A miqdorga teng bo'lgan nuqtalarning geometrik o'rniga aytiladi. Mana bizga siz chizmadan ko'rishingiz mumkin. Ixtiyoriy nuqta x va y, mana m x y nuqta va fokuslar f1 c0 f2 minus c0 nuqtalargacha bo'lgan ikkita masofalarning mana ikkita masofa, shularning yig'indisi o'zgarmas 2A kattalikka tengdir. 2A mana bu nuqtadan mana bu nuqtagacha bo'lgan, ya'ni katta o'qigini nazarda tutyapmiz. Ellipsning kanonik tenglamasi. Demak, ellipsning kanonik tenglamasi x kvadrat taqsim a kvadrat plus y kvadrat taqsim b kvadrat teng 1 ko'rinishdagi tenglamaga biz ellipsning kanonik tenglamasi deyilishini bilamiz. Ellips koordinat o'qlariga nisbatan simmetrikdir. A va b parametrlar mos ravishda ellipsning katta va kichik yarim o'qlari deb ataladi. Demak, A va b ellipsning yarim o'qlari, 2A, 2b esa ellipsning o'qlari hisoblanadi. Demak, A katta b bo'lsin. Ya'ni katta o'qni biz 2A deb olaylik. U holda f1 va f2 fokuslar ox o'qida joylashgan bo'lib, koordinata boshidan s, ya'ni s kvadrat a kvadrat plus b kvadrat chizmada ham ko'rdik, masofada bo'ladi. Demak, s taqsim a epsilon, ya'ni nisbat ellipsning eksentritsiteti deb ataladi. Ellipsning m x y nuqtasidan fokuslargacha bo'lgan masofalar, ya'ni fokal radiuslar deyiladi. R1 mana fokal radiuslarini ko'rishingiz mumkin. Mana m nuqtadan mana masofagacha va mana masofagacha bo'lgan nuqtalar uning nimasi? Fokal radiuslar deb atalar ekan. R1 demak a minus i epsilon x ga, R2 a plus epsilon x formula bilan aniqlanadi. Agar a bilan b teng bo'lsa, ya'ni katta o'q va kichik katta yarim o'q va kichik yarim o'qlar bir-biriga o'zaro teng bo'lsa, yuqorida ya'ni ellipsning kanonik tenglamasi mana bu ko'rinishni oladi, ya'ni b kvadrat a kvadratga teng ko'rinishini. Bu markaziy koordinatalar boshida va radius a ga teng bo'lgan aylana tenglamasidir. Demak, ellipsni o'qlari yarni teng deb olsak, u nimani ifodalar ekan? Aylanani ifodalar ekan. Agar a o'qimiz birdan kichkina bo'lsa, ellipsning fokuslari o y o'qida joylashgan bo'ladi. Fokuslar koordinata boshidan s kvadrat teng a kvadrat minus b kvadrat masofada bo'ladi. Eksentrisitet esa s taqsim b, ya'ni epsilon va fokal radiusi r1 b minus epsilon y, r2 b plus epsilon y ko'rinishini oladi. Bu fokal radius b minus epsilon x, r2 teng b plus epsilon x ko'rinishini oladi. Demak, ushbu tenglama, ya'ni x kvadrat taqsim a kvadrat plus y kvadrat taqsim b kvadrat teng 1 va ellipsning kanonik tenglamasi. Agar koordinatasi shunday tanlasakki, unda f1 va f2 fokuslar o y o'qida koordinata boshidan bir xil masofada yotsa, u holda ellips tenglamasi quyidagi ko'rinishni oladi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu ellipsning katta yarim o'qi o y o'qida, kichik yarim o'qi esa o x o'qida yotadi. Fokuslarning koordinatalari esa f1 0 minus s va 0 s bo'lib, s kvadrat a kvadrat minus b kvadratga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin. Fokal radiuslari esa a plus epsilon y, r2 a minus epsilon y ga teng bo'lar ekan. Ya'ni bunda katta yarim o'qimiz mana yuqoridagi mana bu ko'rinishdan katta yarim o'qimiz mana bunga o'tib qolsa, ya'ni ellips teskarisiga mana bunaqasi aylansa, shu boya aytgan holatimizga kelar ekan. Misol, katta yarim o'qi 5 ga va epsilon 0.6 bo'lgan ellipsning kanonik tenglamasini tuzing. Demak, shartga ko'ra s taqsim a miz epsilonga teng edi, ya'ni 0.6 ga teng. S teng, demak s 3 ga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ellips kichik yarim o'qining kvadrati, ya'ni b kvadrat a kvadratdan s kvadrat tayyorishga teng edi. A miz bizga berilgan, ya'ni katta yarim o'qi berilgan 5 ga teng, bundan b kvadrat 4 ekan, b teng 4 ekanligi kelib chiqadi. Izlanayotgan ellipsning kanonik tenglamasi x kvadrat taqsim 25 plus y kvadrat taqsim 16 teng 1 ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ana endi ikkinchi shaklimiz bu giperbola. Giperbola deb shunday nuqtalarning geometrik o'rniga aytiladiki, har bir nuqtasidan berilgan 2 f1 va f2 fokuslargacha nuqta bo'lgan masofalar ayirmasining absolyut qiymati o'zgarmas 2a ga tengdir.
Giperbolaning kanonik tenglamasi, demak, mana ko'rishingiz mumkin. X kvadrat taqsim a kvadrat minus y kvadrat taqsim b kvadrat teng 1 ko'rinishini beradi. Bu koordinat o'qlariga nisbatan simmetrik. A giperbolaning haqiqiy yarim o'qi, B esa mavhum yarim o'qi deb ataladi. Giperbola OX o'qini uchlar deb ataluvchi A1 A0 A2 minus A0 nuqtalarida kesadi, Y o'qini kesib o'tmaydi. Mana quyida uni chizmasini ko'rishingiz mumkin. Mana giperbola ikkita tarmoqlarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda A1 A2 2A ga teng, mana bu nuqtadan mana bu nuqtagacha 2A ga teng, ya'ni haqiqiy yarim o'qi. B1 B2 mana bu nuqtadan bu nuqtagacha mavhum yarim o'qi. F1 F2 demak mana bu nuqtadan mana bu nuqtagacha 2S, ya'ni fokuslar orasidagi masofa 2S ga teng. F1 M ya'ni mana bu nuqtadan mana bu F1 dan M nuqtagacha R1 ya'ni fokal radiusi, bu F2 dan M gacha fokal radiusi S kvadrat A kvadrat plus B kvadratga tengligiga parametr demak parametr koordinata boshidan fokusgacha masofani bildiradi. Demak S taqsim A miz teng epsilon ekan. Bu 1 dan katta giperbola eksentrisitet deyiladi. Demak 1 dan katta bo'lar ekan. Xo'p, y teng plus minus b taqsim a x to'g'ri chiziqlar giperbolaning asymptotalari deyiladi. Fokal radiuslari, demak R1 epsilon x minus a ga, R2 epsilon x plus a ga formulalar orqali topiladi. Agar deyapti a teng b bo'lsa, x kvadrat minus a kvadrat teng a kvadrat giperbola teng tomonli giperbola deb atalib, asymptotalar tenglamasi, demak y teng plus minus x ga ko'rinishni bo'ladi. Chunki haqiqiy yarim o'qi bilan mavhum yarim o'qi bir-biriga teng bo'lganligi uchun ikkalasi demak 1 ni berib ketadi. X kvadrat taqsim a kvadrat minus y kvadrat taqsim b kvadrat teng 1 va x kvadrat taqsim b kvadrat minus x kvadrat y kvadrat taqsim b kvadrat minus x kvadrat taqsim a kvadrat teng 1 giperbolaning qo'shma giperbolalar deyiladi. Demak ikkalasi bir-biriga qo'shma giperbola hisoblanar ekan. Xo'p, fokuslar orasidagi masofa, demak misol ko'raylik giperbolaga. Fokuslar orasidagi masofa 26 ga, eksentrisi esa 13/12 ga teng bo'lgan giperbola tenglamasini tuzing. Ya'ni bu giperbolaning biz kanonik tenglamasini tuzishimiz kerak. Shartga ko'ra, demak x demak haqiqiy yarim masofa bo'lganligi uchun x teng 26, s teng nech bo'lyapti? 13. S taqsim a 13/12 ga, demak bundan a teng 12 ekanligi kelib chiqadi. S kvadrat teng a kvadrat plus b kvadrat formuladan b kvadratni topadigan bo'lsak, s kvadrat a kvadratni ayirish. Bundan esa b'miz 5 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Demak giperbolaning barcha haqiqiy va yarim mavhum yarim o'qlarini topdik. Endi esa tenglamasini tuzsak, x kvadrat taqsim 144 minus y kvadrat taqsim 25 teng 1 ekanligi kelib chiqar ekan. Demak parabola berilgan nuqtadan, fokusdan va berilgan to'g'ri chiziqdan, direktrisadan bir xil uzoqlikda bo'lgan nuqtalarning geometrik o'rni parabola deb ataladi. Parabolaning kanonik tenglamasi quyida ikki ko'rinishga ega bo'ladi. Demak y kvadrat teng 2px, ox o'qiga nisbatan simmetrik, x kvadrat teng 2py, y o'qiga nisbatan simmetrik. Demak joylashishda farqini aytyapmiz. Ikki holda ham parabolaning uchi, ya'ni simmetriya o'qida yotuvchi nuqtasi koordinata boshida bo'ladi. Y kvadrat teng 2px parabola, ya'ni fokusi p taqsim 2 0 fokusga va x teng minus p taqsim 2 direktrisaga ega. Mx y nuqtasining fokal radius vektori r teng x plus p taqsim 2 ga teng. X kvadrat teng 2py parabola f 0 p taqsim 2 fokusga va y teng minus p taqsim 2 direktrisaga ega. Mx y nuqtasining fokal radius vektori r teng y plus p taqsim 2 ga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin. A nuqta x0 y0 nuqtadan o'tish parabolaning kanonik tenglamalari quyidagicha. Demak, mana bu yerda chizmada ko'rsatilgan, mana ko'rishingiz mumkin bu nuqtalar qayerda joylashganligini va qaysiga nisbatan simmetriya ekanligini ko'rishingiz mumkin. Demak, misol ko'ramiz. Mana y kvadrat teng 6x parabola berilgan. Uning direktris tenglamasini tuzing va fokusini toping. Berilgan tenglamani, demak y kvadrat teng 2px kanonik tenglama bilan taqqoslaymiz. Demak 2px teng nechaga teng bo'lyapti bizda misolda? 6x ga. Bundan p teng 3, ya'ni parametri 3 ga teng ekan parabolani. Parabola direktrisasining tenglamasi x teng minus p taqsim 2 ligidan x teng minus 3 taqsim 2 ekanligi kelib chiqadi. Ko'rilayotgan hol uchun direktrisa tenglamasi, demak x teng minus 3 taqsim 2, fokus esa 3 taqsim 2 0 ekan. Demak, shunday qilib bugungi darsimizda biz ikkinchi tarifli chiziqlar, ya'ni ellips, giperbola, parabolani ko'rib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat.